Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli obunachilarimiz, mana bugun Korgpa 800 sekvenserda qanaqa ishlash uslubini ko'rsatib beraman. Korgpa 800 mana yoqdik va sekvenser tugmasini bosamiz, mana knopkasini bosamiz. Sekvenserga kirdik va mana bu yerda rekord knopkasi bor, o'shani bosamiz. Tak, mana 3 ta tugmacha chiqdi, mana pozitsiya chiqdi. O'rtadagi pozitsiyani bosamiz mana. OK'ni qilamiz. OK'ni bosdik. Sekvenser ichini ko'rsatdi mana, avtoakompanimentlarning treklarini ko'rsatdi. Endi misol uchun sekvenser ichini ko'rib turibsizlar. Birma-bir tanishtirib chiqaman hozir. Sekvenser mana ko'rinishi. Mana bu treklar joylashgan. Chaladigan soundlarimiz treklari joylashgan. Xohlagan treklarni ochib turib, xohlagan zvuklarni mana bu almashtirsa ham bo'ladi bemalol. Mana bu sekin-sekin xohlagan mana bu soundlar joylashgan bemalol. Soundlarni tanlab zagotovka qo'ysa ham bo'ladi bemalol. Exit bilan chiqamiz endi. Endi bu yoqda mana bu razmer joylashgan. Mana bu takt joylashgan, bu yerda razmer joylashgan va mana bu razmer o'sha qo'shiqning razmeri joylashgan va mana bu rekord knopkasi. И mana bu temp. Va mana bu quantize joylashgan, quantize strukturasi. Bemalol xohlagan quantize'ga qo'yib 16 talik, 8 talik, 32 talik bemalol quantize'ga qo'yib chalinadi. Yana nima misol uchun mana bu yerda agar ustidan zapis qilmoqchi bo'lsangiz, mana bu bo'ladi. Agar добавка qiladigan bo'lsa, mana bosib qo'yasiz. Endi bu yerda soundlarni bemalol o'zgartirib bemalol chatsa ham bo'ladi. Mana sekvenser ichi bilan tanishdinglar. Endi zapislarni boshlaymiz. Mana ko'rsa zapislar. Endi misol uchun biza endi usul tanlab olamiz, ritm tanlab olamiz. Tak, mana bosamizda va bitta ritm, любой ritm, bossa-nova ritm tanladim men. Tanladim. Endi avtoakompanimentini yozib olamiz. Ketdi. Start stop bosamiz, ketdi. Stopni bosdik. Endi ichkariga kiramiz. Rekord knopkasini yana bosamizda va multi track sekvenserga o'tamiz. Birinchisiga o'tamiz mana. Bosamiz va OK'ni bosamiz. Mana ketdi. Polni sekvenserdagi treklar hammasi ko'rsatyapti. Qanaqa ovozda chalamiz va yana добавка, qanaqa zvuklarni добавка qilamiz, qanaqa soundlarni добавка qilamiz, ko'ramiz endi hozir. Endi misol uchun Rodosga qo'yib chalishimiz mumkin garmoniyani. Yoki skripkaga ham, yoki solasini birinchi chalib olamiz. Misol uchun mana shu ovozdami? Skripkada chalamiz, ketdi. Buning uchun skripkani tanlab oldik. Mana ikkinchi trekka o'tdik va mana bu yerda start stop knopkani bosdik. Ama 2 takt, pustoy takt bor ekan, o'shani sekin orqaga qaytamiz endi. Undo qilamiz. Noto'g'ri ketib qoldi, mana buni bosamiz va yes bosamiz. Ketdi. Yana skripkani tarishga ketamiz. Stop bosdik endi. Keyin trekka o'tamiz misol uchun. Endi garmoniya
Soundlarga kiramizda ham bu Rodeslarni yaxshisini tanlab, lekin birasi ham chalib qo'yishimiz ham mumkin. Yo'q, Rodes tanlab olaylik birinchi. Ovoz tanlaymiz, hamki kiramiz va pianoga o'tamiz. Elektr pianoga o'tsak, mana Rodes tanlaymiz. Endi bitta qo'limda telefon bo'lganligi uchun endi bu yoqda chap qo'lda garmoniyaga добавочный garmoniya qila olmaymiz. Endi bitta qo'lda septakord topib beramiz. Mayli, ketdi mana. Tanlab oldik, rekord. Bastık. Bunu yazdık endi. Misol uchun endi biroz ham yozishimiz mumkin. Endi qo'shib qo'yamiz, ketdi. Stop basamiz. Bo'ldi. Mana bu shunaqa sekvenser yozganimizdan keyin endi eshitamiz, общий ketdi mana. Stop bosamiz. Mana aziz do'stlar, aziz muxlislarimiz, mana sekvenserda qanaqa qo'shiq yoziladi. Oldingi bir sekvenserda haqiqiy san'at rivojlangan paytda sekvenserda qilingan, mana shunaqa sekvenserda yozilgan shlager qo'shiqlar, ko'p shlager qo'shiqlar sekvenserda yozilgan. Endi buni rekord bilan chiqib ketamiz, bosamiz rekordda. Va endi saqlanib qilish uchun buni burchakdagi tugmani bosamiz. Bosganimizdan keyin bu yerda Write Global Sequence Setup, Loading Songs, Saving Song chiqyapti. Load chiqarish degani Save Song. Save qilamiz. Save bosamiz va tak tanlaymiz. Exit bilan chiqamiz. Tak, Save Song. Tak, Save. Masalan, tayyor mana. Otini yozamiz, yozilgan, mana yozib qo'yaman. Va OK knopkasini bosamiz. OK knopkasini o'zini CD anaqasiga, pamyatiga, xotirasiga joyladik. Endi fleshkani ham ko'rsatib yuborsa bo'ladi mana bu yerdan. Lekin biz o'zini xotirasini ko'rsatib yubordim mana. OK qilamiz va yes. Va yes. Mana. Mana. Ketdi, eshitamiz.
hurmatli musiqa shaydolari obunachilarimiz, kuzatuvchilarimiz, bizga shunchalik e'tibor bilan tomosha qilayotgan muxlislar, mana juda unumli foydalanuvchilar uchun master klass dars bo'ldi desa ham bo'ladi. Buni sekvenserda qanaqa ishlash uslubini ko'rsatib berdim. Korg P800 dan. Endi добавочный bu yerda treklar bor, misol uchun yana nimadir pitssikatalar qo'shish mumkin, misol uchun yana gitaralar qo'shish mumkin, yana endi men основной звукlarni chalib tezroq ko'rsatib berdim. Benderda qanaqadir sololar qilish mumkin, misol uchun qanaqadir saksofonlarda chalish mumkin. Bemalol добавка instrumentlarni qo'shib bemalol chalishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat kattakon. Videom yoqqan bo'lsa, salomat bo'lasizlar, omon bo'linglar. Shunaqa videolardan Xudo xolisa qo'yib boramiz inshaalloh. Salomat bo'lishga majbursizlar.